$23,400 150 litalik BYD Champion gibrid mashinasini e'longa olib qo'yganmiz. Kraskalar top-toza, holati ideal, okey? Mashinamizni olganingizdan keyin hech qanaqa rasxodlar qilib o'tirmaysiz. NFC 360 kamera, slipoy zona, beskruchoy do'stov, panorama tom, sidenalarimizda Abduv, Abagrev, Evacor poliklar tashab qo'yilgan, Infinity akustik sistemalar bilan jihozlangan, elektronli sidena, sport, eco normalarda harakatlanadi, kerakli hamma programmalargacha yozdirib qo'yilgan. Olasiz, maza qilib haydaysiz, okey? Hamnaqa bagajli elektronli ochilishi zo'rda, okey? Mashinamizga hamnaqa 7 kilovatli yangi zaryadkalargacha qo'shib beriladi, okey? Mana qarang. Hali umuman ishlatilmagan. Mashina o'zi ham $150 turadi. Kraskalar top-toza, holati rost ekan zo'r. Kelib ko'ring mashinamizni, kuzovlarini, hadovoylarini, zaryadka yo'nqishlarini tekshirtirib ko'rasiz. Farqi yo'q. Lekin narxini siz uchun arzon narxda qo'yib beramiz. Videoga bitta like hozirdan bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Mashinamiz 88,000 probeg. Holati zo'r. Bemalol bu mashinani men 180 ming yurganini o'zim ko'zim bilan ko'rdim, okey? Hech qanaqa tiq etmasdan yurgan ekanlar. Okey? Mashinaning nima aybi bor? Hadovoy motorlarda ishi yo'qmi desam, yo'q deyaptilar. Bemalol kelib ko'rib olasiz. Narxi arzon, puliga stoyib mashinalardan bittasi. Qiziq bo'lsa, pastki nomerlar sizlarni kutyapti. Shunda telefon qilasiz, baraka deysiz, notarisi nomingizga o'tkazib beramiz. Rahmat kattakon, joninglar sog' bo'lsin.